Bugun sizlar bilan Sima Avtostarga tashrif buyurganmiz va ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 15 ta avtomobil va 15 ta yana qimmatbaho sovg'alar. Bular o'zi kimlar uchun? Kelinglar, bu savolga bugun bitta javob olamiz. Hamda Sima Avtostarni bir kunlik ish kunini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Videoni o'tkazib olishga shoshilmanglar. Xudo xolasa sizlar uchun ham juda ham qiziq ma'lumotlarni ko'rsatib boramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Xo'p, sizlar bilan endi Simani Grand eshigidan kiradigan bo'lsak, hozir bu yerda ko'rishingiz mumkin, yangi showroomimiz joyi. Ish vaqti mana 9 dan 7 gacha bo'ladi. Oldin eski hamkorlarimiz, bizning mijozlarimiz bilishadi. Naryodan bo'lgan eshigimiz. Hozir bu yerda yangi showroom qilganmiz va kelishinglar bilan bu yerda Fazlin akam kutib oladilar. Assalomu alaykum. Dodam yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Har doim Fazlin akam mana shu pozitivlik kulib hammani kutib oladilar. Fazlin aka, sizga bitta ikkita savollarim bor. Necha yildan beri Sima Avtostar bilan ishlaysiz? Sima Avtostarga 5 yildan oshdi, 6 yil bo'ldi. Lavozimingiz? Shu nazoratchi boshlig'i. Nazoratchi boshlig'i. Bo'ldi, rahmat kattakon. Ana endi hozir ko'rishingiz mumkin. Farruh akamni oldilariga kiramiz. Farruh akam bizda Hamdon Farruh aka bor. Bizda o'zi Farruh akalar ko'p. Hozir glавный menejerimiz Farruh akani oldilariga kirib, ikki og'iz ulardan ham suhbatlarni olamiz. Taqqilatib kirish kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farruh aka, yaxshimisiz? Sizmi? Charchamayapsizmi? O'zi yaxshimisiz? Biz mana shu rahmat, YouTube'ga xabaringiz bor. Intervyu qo'yamiz, ruxsat bersiz hamma bilan tanishib. Hozir birinchi uchun siz o'zingizga aziz savollarimiz bor. O'tir oling bo'lmasa. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ismim Hamdon Farruh. 2016-yildan beri shu Sima Avtostar kompaniyasida ishlab kelmoqdaman, o'z faoliyatimni yuritib kelmoqdaman. Shunda rovna 10 yil bo'libdi, hozir 2026 yil bo'lsa. 10 yil to'ldi. Hozirgi kunda glавный menejer lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bizning kompaniyamiz 20 yildan buyon o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. Sima Avtostar o'zi nima bu, kim bu degan savolga javob. Bizning kompaniyamiz Xitoyda ishlab chiqarilgan barcha og'ir yuk mashinalari va грузовикlarning avtosimlarini O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Bizda Xitoydan premyoy reys bilan kelib turib, o'zimizning omborxonamiz bor. Shu yerda tushib, dastamoshka bo'lib, bir kun ichida o'z mijozlarimizga taqdim qilamiz. Bizning qulayliklarimiz nimada desangiz, sifat, narx-navo, tezlik. Biz birinchi o'rinda shu klientlarimizga barcha qulayliklarni yaratishga harakat qilamiz. Undan tashqari o'sha viloyatdan keladigan klientlarimiz uchun gastitsamiz bor, mehmonxonamiz. Bu yerda yotib dam olib, bemalol hordiq chiqarib, keyin bu yoqqa o'tib o'z yuklarini olib ketishlari mumkin. Bu klientlarimiz uchun qilingan qulaylik. Hammasi u Sima Avtostar zimmasiga tushadi. Klientdan hech narsa talab qilinmaydi. Faqatki bemalol yotib, dam olib, aylanib, basseynimiz bor, boshqa bor, azraytilmi kompleksimiz bor. Bu yoqqa kelib dam olib, hordiq qilib, yana zapchas olib ketishadi. Bu mijozlarimiz uchun juda katta qulaylik deb o'ylaymiz. Nima deydi, hozirgi kunda yashab bersa bo'ldi deydi-yu. Bizga ham shu klientlarimizga faqat tovar zapchaslarni, avto qismlarini olib, sotib, pul оборот qilib, o'z ehtiyojlarini qondirib, rivojlansa bo'ldi deymiz. Xo'p, endi ko'chada bannerimiz bor, bilasiz. Ko'pchilik nimaga bu deb savol berishadi. O'shanga o'zingiz bitta oydinlik kiritib ketadigan bo'lsangiz. Endi ko'chadagi banner nima desangiz, biz shu o'z mijozlarimizga yanada qulaylik, mana bu ham bitta qulaylik hisoblanadi. Qulaylik bo'lsin deb o'sha 4-yil ketmoqda hozir. Oldin har 6 oyda o'tkaziladigan o'sha sodiqlik dasturi bor bizda. Bu nima desangiz, sodiqlik dasturi bizdan shu avto qismlarini qancha ko'p sotib olsangiz, sotib olingan avto qismlarini o'sha mablag'ini o'z vaqtida yopsangiz, biz sizga sovg'alar beramiz. Sovg'alar soni, miqdori, summasi cheklanmagan. Kim qancha ko'p o'sha tovar olsa, mehnat qilsa, shunga qarab taqdirlanadi bizda. Oldin o'sha har 6 oyda o'tkazilgan sodiqlik dasturimiz endi mana shu 2026-yildan 1-yanvardan boshlab har 4 oyda o'tkazilishi boshlandi. Bu yanada klientlarimizga shu ko'proq bizdan sovg'alar yutish imkoniyatini beradi. Birinchi o'sha potogimiz tugadi, ikkinchi potog ketmoqda. Ikkinchi potogimiz shu 31-avgustga yakuniga yetadi. Sentyabrda boshlarda yana o'sha yutgan mijozlarimizni taqdirlaymiz. Keyin 3-potogimiz bor. Bu yangi yilgacha bo'ladi. Xullas, Sima Avtostar
barcha imkoniyatlarni o'z mijozlari uchun taqdim qiladi. Nima deymiz, Simav dastlari bilan birga bo'ling, ishlang. Hamisha hammamizga omad kulib boqsin. Sog' salomat bo'lib, faqat yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana biz hozir ofisga kelganmiz, ish jarayonida bu yoqda Mehroj bilan Xurshidga ham IT bo'yicha bizda ish olib borishadi. Hozir bizda yengillarimiz bor, saytlar, onlayn magazinlar qo'yilgan. Shu haqida ikki og'iz nima yengilliklar bor, shuni aytib bersangiz bizga. Bizda bo'layotgan yangiliklar mana Xurshidga hozir chiroyli qilib tushuntirib, video qilib tayyorlab beradilar. Bo'ldi. Xurshidga bizga ikki og'iz endi yengilliklarni aytib o'tsangiz. Mijozga qulaylik yaratish maqsadida har bitta mijozga kelganda tovarlarimiz haqida informatsiya berib turadigan platforma ishlab chiqqanmiz. Bunda aksiyadagi tovarlar yoki misol uchun tovarlar haqida ma'lumot olishi mumkin. Mana shu planshetning o'zida bemalol buyurtma berishi mumkin, zakaz berishi mumkin. Yana undan tashqari agar narx to'g'ri kelmasa yoki qanaqadir savdolashish bo'ladigan bo'lsa, bemalol har bitta buyurtmani ustiga chiqib, boshqa joydan arzon ko'rdim yoki savdolashasizmi degan savolni bemalol berib ko'rib, misol uchun qo'shishi mumkin. Boshqa saytlarda yo'q bo'lgan narsani qo'shibsizlar shunda. Savdolashib, otang bozor, onang bozor bo'libdi-da. Xuddi shunaqa. Misol undan tashqari yana internet magazin ishlab chiqqanmiz. Bu internet magazinda xohlagan, misol uchun ko'chadagi odamlar ham bizdagi aksiyadagi narxlarimizni, aksiyadagi tovarlarimizni ko'rishi mumkin yoki boshqa tovarlarimiz haqida ma'lumot bemalol olishlari mumkin. Bizani yosh umidli ukalarimiz ham bor. Ismi Muhammad. Muhammad qalaysan, so'msan? Muhammad bizda to'g'ridan to'g'ri Xitoy bilan ishlaganimiz uchun bizda pilotchilik juda ham kerak bo'ladi va Xitoyga borib kelgani va xitoychani yaxshi bilgani uchun hozir bundan ham ikki og'iz suhbatini olamiz. Bizani Xitoydan ham kuzatishi mumkin yoki Xitoyda ko'rib qolishi mumkin. Shunga ikki og'iz xitoychalab shu nima deyolsan Sima haqida? 每个中国人，如果你有工作跟大的办公室和质量的备件，来 Sima Avtostar 办公室。 Endi buni o'zbekcha perevodini ham bizga aytib bersa. Xitoylik hamkorlarimiz bor deganingizdek. Agar sizlar katta kompaniya bilan va eng yaxshi sifatli zapchast olmoqchi bo'lgan agar xohlasanglar, Sima Avtostarga kelinglar. Xullas bemalol murojaat qilasizlar. Ko'rib turganlaringdek bizda har sohadan bir shingildan bor. Ana endi Simmani sotuv bo'limi xodimlari bilan gaplashamiz. Bir chetdan hozir hammani yig'ish iloji yo'q. O'shaning uchun bo'sh odamlarni o'z ishini ustasilari bilan hozir savol-javob qilamiz. Assalomu alaykum. Birinchi endi yonimda ekan, sizdan boshlaymiz. Mikrofonni ushlab olasiz. Simma haqida qanaqa sotuvda nima yengilliklar, o'z haqingizda shu gapirib berasiz. Xo'p, ismim Asadbek. Kelganimga 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri ishlayman. Sotuv bo'limiga keladigan bo'lsak, sotuv bo'limida zapchast olib kelsa, ishtirok kodi bilan tezdalarimiz bor yoki quyosh kodlari bilan tekshirib, iloji boricha tezligi bilan ishini bitkazib berishga hal qilamiz, harakat qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, Simada men 6 yildan beri o'z ish faoliyatimni yuritaman. Ko'proq viloyatdagi mijozlar bilan ishlayman men. Avtoyuklar bilan. Avtoyuklar bilan ishlayman. Ularga qulaylik bo'lishi uchun o'sha viloyatdan turgan holatda hozirgi vaqtda zakaz berishadi. Zakazlarni o'z vaqtida yig'ib yetkazib beramiz. Assalomu alaykum. Avvalambor men ismim Sarboz. Men ham 6-yil ketyapti. Shu ishxonada faoliyat yuritaman. Mijozlarga qulayliklar hozirgi kunda ancha yaxshi bizda. Planshetlar yo'lga qo'yilgan. Unda har xil turdagi tovarlar, rasmlari, hamma narsalar mavjud. Klientlar uchun ancha qulaylik yaratilgan hozirgi kunda. Sima Avtostarda 6 yildan beri ishlab kelaman. Klientlar bo'yicha masalan chiqmay qolgan zapchasti bo'ladimi, yo'q zapchastlarni zakaz qilib olib keltirib, qo'ldan kelgancha iloji boricha tezroq ishini sifatli bitirishga harakat qilib. Siz zakaz bo'yicha izlaysiz. Zakaz bo'yicha. Sizlarning hammanglarga rahmat. Sizlarni ham ishdan qo'ymaylik, ishda davom etamiz. Ana endi hozir kakras obed paytida, odam sal kamroq paytda hozir ish jarayoni to'g'ri tushunasizlar. Hozir kassada bu yoqda Farruh akam bilan shohqib o'tirishadi. Hozir bularni ikki og'iz sizlar bilan suhbatini olamiz. Bu yoqda boyavan sizlarga aytganimdek, Farruh akalar bizda ko'p ishlaydi deb turib, bular Hamdam Farruh aka bo'lsalar, bular Ro'ziy Farruh akam bo'ladilar. Bizning ustoz. Assalomu alaykum. Farruh aka, yaxshimisiz? Farruh aka, Sima haqida bitta savollarimiz bor sizga. Birinchi savolim, necha yildan beri Sima Avtostarda ishlaysiz? Xudo xolasa adashmasam 16,5 yil bo'ldi. 16,5 yil ko'ryapsizlarmi? Undan oldin nima ishlar qilgan? Shu haqida ham ikki og'iz gapirib ketsangiz. Endi undan unisini gapirmaylik. Gapiraylik hozircha. Lekin mana 16,5 yil bo'lsa, past 17 yil bo'lyapti ekan. Hamma ishdan baribir 1-2 yil qilib ko'rgansiz. Lekin mana shu 17 yildan beri pastda ishlayapsiz. So'rim, bu uje nimadan? Mana shu ish sizga yoqqanidan to'g'ri kelganmi? Yoqqanidan shu
shu endi shu muhit yoqadi manga shu bo'ldi mana masalan shu zapchast endi bilmadim shu ishimni yoqtiraman. O'zi Farruh akamni ancha yildan beri bizada ishlaydilar va taniganlar Farruh akam uchun lak bosib ketasizlar. Ana endi Shohruhga ikki og'iz so'z beramiz. Assalomu alaykum. Bu Shohruh bo'ladi. Mana bizani eng kasbda o'tiradigan glavniylarimizdan Farruh akam bilan Shohruh. Farruh akam glavniy spetstexnikalar, ekskavator, pogrushchilar bo'yicha yaxshi tushunsalar, Shohruh bo'lsa bizada xov va chakmanlarning ustasi bo'ladi. Sizga ham bitta savolimiz bor. Siz bizada necha yildan beri ishlayapsiz Sim Avtostarda? 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. 10 yil bitta joyda ishlash qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas, yaxshi. O'z kasbini Farruh ham aytgan, kasbini yaxshi ko'rsa qiyin emas. Maza qilib ishlasa bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, Sim Avtostarda ko'pchilik eng kami hozir 5 yildan ko'p ishlaydiganlar bizada. Hammasi shu 10 yil, 15 yil. Bu yoqda hali anaqani ham ko'rsamiz, to'g'rimiz borlar, avazlarda ular ham bizada 15 yildan ortiq ishlab kelyaptilar. Bu hammasi shu Sim Avtostar shu jamoamiz yaxshiligidan-da. Kompaniya yaxshi, jamoamiz yaxshi, ishimiz yaxshi, hammasi zo'r bizda. Va mayli, sizlarga ham rahmat. Sizlarni ishdan qo'ymaylik. Ana endi yana sekin sizlarni bitta aylanib bosh xodimlarimiz bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Bu yo'lda kassa bo'ladigan bo'lsa, bu orqa qatorda CRMchilar qo'yganmiz. Biza bilasizlar, internet bilan ham ishlaymiz va nima zakaz qiladigan bo'lsanglar, mana shu ikkita bolamiz sizlarga постоянный javob berib turishadi. Endi bularni hozir besaqa bo'lmaydi, chunki bular постоянный onlayn javob berib turishadi. Bu CRM komandamizda bolalar bo'ladi. Menimizda bugun ish tekis ketyapti. Shanba kuni. Menimiz bir haftalik bo'ladi. Bir haftaga 3 marta osh. Bir kun bu. Har xil vaziyat. Salat, tarvuz har kuni bor. Bolalar juda yaxshi, davolli. O'ziz necha 10 yildan beri ishlaysiz? 15 yildan beri? Ha, 15 yildan beri men shu yerda. 15 yildan beri mana Sim Avtostar bilan birgalikda shu ishxona ochilgandan 1-2 yil o'tgandan keyin ishga kelganlar hozirgacha shu yerdalar. Faoliyat ko'rsatyapmiz. Shu umrlari uzoq bo'lsin. Hoji bobo bo'lib yursinlar. Hamma bola xursand. Sizga ham katta kompaniyamiz nomidan, rahbariyat nomidan, ishchi xodimlar nomidan nima deydi, xizmatingizga ham hamma mingdan rozi, tashakkur bildiramiz. Rahmat. Yana bitta narsa, hozir mana Qobil akam oldilariga keldi. Assalomu alaykum. Bizani o'zimizni Sim Avtostarda dastlabki mashinlarimiz bor. Hozir qolganlari ishga chiqib ketdi. Постоянный startda mashinlarimiz turadi. Labolarimiz, undan tashqari katta changan mashinlarimiz ham bor dastlabki uchun. Qobil aka, sizga ham ikki og'iz savollarim bor. Necha yildan beri Sim Avtostarda ishlaysiz? Sim Avtostarda 7 yildan beri faoliyat ko'rsataman. Faoliyat davomida bizga qoniqtirgan ishxona, biz o'zimiz xohlagancha sharoit yaratib bergan. Bizlar dastavkamiz juda ham oson. Klient zakaz berib, biz to'shakka bemalol olib chiqib beramiz. Faoliyatimiz yaxshi. O'shaning uchun ham shu 7 yil davomida shu yerda bizning korxonada ishlab yuribsiz. Ha, albatta, shu. Sizga ham kattakon rahmat. Mana usullarda charchamanglar. Rahmat. Hali sog' bo'linglar. Ana endi keyingisidan ko'rib chiqamiz. Sim Avtostarning o'zini bu yoqda ikkita karasi bor va yuklarimiz kelganda aynan shu karlar bilan tushirib olamiz. Bu bo'lsa Shahzod gapga usta emas, o'shaning uchun o'zim tanishtirib o'tib keta qoldi. Xo'p, hozir endi tashqarilarni olib keldik. Yana bizga Farruh akam yordamlari kerak bo'ladi. Mana kakracha o'zlari ham chiqib kelyaptilar. Farruh aka, assalomu alaykum. Yana bir marta sizga qarang, bizga bitta yordamingiz kerak bo'lyapti. Mana shu ishxonamizda to'liq kvadrati, showroomimiz qancha qurilgan, skvatimiz qancha, bu yoqda orqa skvatlarimiz bor. Shu haqida bitta ma'lumot bersangiz, endi bir 20 minut vaqtingizni olamiz, to'g'ri tushunasiz. Bo'ldi. Общий bizning maydonimiz 5000 kvadrat metrdan ko'proq. Shuni bir 2000 kvadrat metri ikkinchi etaj hisoblanadi. 2000 kvadrat metr yana qo'shiladi 5000 ga, bu ikkinchi etaj hisoblangani uchun. Общий hisoblasangiz 7000 kvadrat bo'ladi, deymi? Shuncha joyga mana stiraj qilingan, zapchastlar tartib bilan taxlangan. Bizning kategoriyasi bo'yicha taxlanadi zapchastlar, misol uchun o'sha ekskavator zapchastami отдельно taxlanadi. Pogruchka отдельно, buldozer, greder, qova, chakman, fav, o'sha qaysi texnika bo'lsa, o'zining yo'nalishi bo'yicha hammasi taxlanib ketadi. Showroomimiz 1000 kvadratdan oshiqroq joyga qilingan. O'sha klientlarimiz kelsa bemalol kirib, aylanib o'zi xohlagandek tovarlarni ko'rib, xarid qilib ketsa bo'ladi. Ulgurji oladigan mahalliy tilda optiyuglar deyiladi. Ular kelib bemalol aylanib mana qatorlarga kirib, karjanka ko'rgandek aravacha bilan bemalol yig'ib olib ketsalar bo'ladi. Undan tashqari yana bizda skidkaga qo'yilgan zapchastlar ham bor. Ularni ham bir ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bu degani endi ketmay qolgan, qolib ketgan tovarlar emas. Bu yanada klientga qulaylik bo'lish uchun-da bizning maqsadimiz ko'proq zapchast tezroq aylantirib, yangilik kirgizib, mijozlarga taqdim qilish. O'sha nimadir zapchastni mayli bizga даже bunday qarasangiz foydasini kechgan bizda shu Xitoy narxida berib yuboryapmiz. Xitoydan olib kelib, nima deydi, kimdirlar bor, uni Xitoydan olib kelib, Xitoydan olib kelishga hozir hojatni o'zi yo'q. Bemalol kelib, olib
linklarimiz bor, saytimiz bor, elektron magazinni yo'lga qo'ydik. O'sha biz Instagram platformasida ham zapchast baza akkauntimiz bor, Sim Avtostar bor, kuzatib, qarab, a'zo bo'lib, layklarni bosib, kuzatib turishsa, faqat yangiliklar, har kun yangilik bo'ladi. Bu yangiliklardan nimaga xabardor bo'lib tursa bo'ladi. Endi men o'zim sizlarni orqa skladimiz bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, birinchi o'chirib bu yoqda reduktorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda hozir spiska yig'ilyapti, spiska yig'iladigan jarayonimizni va bu yoqda ko'rishingiz mumkin hamma turbinalarimizni. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin motorlar, chuloklar, resorlar, kardanlar hammasini mana shu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu ob'yomimiz qanaqaligini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. U yoqdan tashqari bu yoqda ikkinchi skladimiz, Siemens sklad deymiz bu yog'i. Xo'p, bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Bizda radiatorlarni hamma xilidan taxlab qo'yganmiz. Bu yoqda polniy pogrushli havo chakmak hammasidan bor bu yoqda. Hozir sezon konditsionerlar sezoni bo'lyapti. Mana bu hozir hammasi bu yoqda ko'rayotgan yer turgan narsalar, spiska bu yig'ilib chiqib ketayotgan narsalar. Ana endi Siemensni skladiga kiramiz. Bu yerda основной spes texnikalarni zapchasi bo'ladi va bu yoqqa javob beradigan bu yoqda Akrom ekan borlar. Assalomu alaykum. Hormanglar, tuzumsizlar? Qalaysiz? Akrom aka yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sizga ikki og'iz savollarimiz bor. Mana shu bu yoqda Siemens skladimizda nimalarimiz bor? Mana futuka, apparatura, o'zingiz bitta tanishtirib chiqasiz mana bizga. Bizda mana spes texnikada hamma pogrushdan tortib, kran, ekskavator, buldozer, greder, katok, hamma narsalarga korobka, dvigatellarga hamma zapchastlarimiz bor. Mana yaqindan kelgan hammasi optim futukalarimiz normal kelgan. Xo'p, hammaga berayotgan bitta savolim bor. Sizga ham savol beramiz. Necha yildan beri Siemens Avtostarda ishlaysiz? 4 yilcha bo'lib qoldi. 4 yildan beri ishlaysiz. Ishxonamizning plyus minuslari nima deya olasiz ishxona haqida? Ishxonalarimiz Allohga shukr, postoyanno plyusga ketilyapti mana. Tovarlar tinimsiz keladi, tez ketadi. Shu qilib mijozlarga so'ragan narsalarni postoyanno topib beramiz. Hammasi ma'qul. Ma'qul, конечно. Mayli, rahmat sizga ham. Ishingizga rivoj, charchamanglar. Ana endi bizda shularki seximiz bor. Hozirlar bilan shuni ham bitta ko'rib chiqamiz. Va kakras Mirzohidagi ham mana Mirzohidagi ham bizda eski bo'rilardan bo'ladilar. Hozir bulardan ham ikki og'iz suhbatlarni olasiz. Mirzohidagi kakras mana yo'limizdan chiqib qoldingiz. Assalomu alaykum. Tuzumsiz, charchamayapsizmi? Mirzohidagi hammaga savol berib chiqolmas. Sizga ham ikki og'iz savollarimiz bor. Birinchi savolim hammaga berayotgan. Necha yildan beri Siemens Avtostarda ishlaysiz va nima bu yoqda ish faoliyatingiz nima sizniki? 6 yildan beri Siemens Avtostarda ishlayman. Oddiy rabochi bo'lib kelganman. Hozir mana shu barcha ishlarning nazorati, tovarlarni qabul qilib olish, ularni joy-joyiga taxlash hamda klientlarga yuklab berishgacha o'zingiz bosh qoshchi bo'lib turasiz hammasiga. Mana bizning ishxonani nimasi yoqadi? Mirzohidga hozir aytganlaridek, o'zingizlar harakatinglar bo'lsa, intilishinglar bo'lsa, bizning ishxonada o'sish tez bo'ladi, to'g'rimi? Mayli. Rahmat sizga ham kattakon. Biz endi ishlanki seximizni bitta ko'rib chiqamiz. Qani ketdik sizlar bilan. Bu yoq mana bizning ishlanki seximiz bo'ladi. Hozir bu yerda shoxshoqon ishlaydi. Buni ham ikki og'iz suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Shoxshoqon, qalaysiz, suvimsiz? Ishlayotganingizda besaqillik uzr, sizga ham ikki og'iz savollarimiz bor. Bizda shlanka haqida bizga birinchi o'chirib ma'lumot berib ketsangiz, bizda necha diametrdan shuni hammasini bitta bersiz, keyin boshqa savollarimiz ham bor sizga. Xo'p, shlankalarimiz 1 sloydan 4 sloygacha, 12 diametrdan 64 diametrgacha shlankalarimiz. Fittinglarimiz ham shunaqa, 12 diametrdan 64 diametrgacha. Fittinglarning hammasidan bor. Xitoyga, koreyskiga hammasidan bor, hamma xillar. Ko'rib turganlaringizdek, sizlar bilan Siemens Avtostarni bir kunni ko'rib chiqdik. Akalarim pastda nomer qoldiramiz. Agar spes texnika bo'yicha u kimga narsa kerak bo'ladigan bo'lsa yoki hamkorlik qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastda ko'rsatilgan raqamga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa bizning kanalni kuzatishda davom etinglar. Sizlar uchun foydali videolarni qo'yib boramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.